Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotiga tayanib ma'lum qilishicha, Rossiya havo kuchlari 26-iyun kuni Donetsk Xalq Respublikasining Nikolayevka shahri hududida joylashgan Slavyansk issiqlik energiya stansiyasida Ukraina qurolli kuchlarining vaqtinchalik joylashuv nuqtalariga 3 ta FAB-1500 avia bombasi bilan zarba bergan. Ma'lumotga ko'ra, dastlab Rossiya qurolli kuchlari razvedka bo'linmalari tomonidan Donetsk Xalq Respublikasining Nikolayevka shahri hududidagi Slavyansk issiqlik energiya stansiyasi hududida Ukraina qurolli kuchlarini 81-alohida aeromobil brigadasi bo'linmalarini vaqtinchalik joylashuv nuqtalari aniqlangan. Keyin esa qo'mondonlik aniqlangan nishonlarni aviatsiya vositalari yordamida yo'q qilish to'g'risida qaror qabul qilgan. Qayd etilishicha, Rossiya havo kuchlari ekipajlari Ukraina brigadasini vaqtincha joylashuv nuqtalari koordinatalari bo'yicha 3 ta FAB-1500 avia bombasini qo'llab zarba bergan. Obyektiv nazorat vositalari orqali real vaqt rejimida aniqlangan nishonlarga to'g'ridan-to'g'ri zarbalar berilishi oqibatida Ukraina Slavyanskdagi so'nggi 81-aeromobil brigadasi yo'q qilingan. Brigadani bomba zarbasidan omon qolgan qismi esa taslim bo'lgan. Bundan tashqari 26-iyun kuni Rossiya Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya havo kosmik kuchlari Qizil limandan chekinayotgan Ukraina qurolli kuchlariga 6 ta avia bomba bilan, shuningdek, dam olish bazasi binosida yashiringan Ukraina harbiylariga yana 4 ta avia bomba bilan zarba bergan. Hisobotdan ma'lum bo'lishicha, G'arb bo'linmasi manfaatlarini ko'zlab Rossiya havo kosmik kuchlarini Su-34 samolyotlari ekipajlari Qizil limandan chekinayotgan va Shurova aholi punkti hududida yashiringan Ukraina qurolli kuchlarini 63-alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi jangarilariga 6 ta avia bomba bilan zarba bergan. Shuningdek, Qizil limanning g'arbiy qismida faoliyat yuritmaydigan dam olish bazasi binosida panoh topishga uringan Ukraina qurolli kuchlarini 60-alohida mexanizatsiyalashgan brigadasiga 4 ta FAB-500 avia bombasi qo'llangan holda zarba berilgan. Aviatsiya zarbalari natijasida nishonlar to'liq yo'q qilingan. Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotiga ko'ra, hafta davomida Rossiya qurolli kuchlarining g'arb bo'linmasi Qizil limandagi 327 ta binoni nazoratga olgan. Janub bo'linmasi esa bir hafta davomida Konstantinovkadagi 763 ta binoda tozalash ishlarini yakunlagan. Rossiya qurolli kuchlari bir hafta ichida 5 marta guruhli javob zarbasini amalga oshirgan. 26-iyun kuni Kiyevdagi harbiy komissariyat hamda Kremenchukdagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba berilgan. Ukraina qurolli kuchlarining bir haftadagi yo'qotishlari 10.075 nafar harbiyni tashkil qilgan. 27-iyunga o'tar kechasi Rossiya havo mudofaa tizimlari maxsus harbiy operatsiya hududidan tashqaridagi Rossiya hududlarida Ukrainaning 660 ta dronini urib tushirgan. Aytgancha 26-iyun kuni Rossiya va Ukraina 160 ga 160 formulasi bo'yicha harbiy asirlar almashinuvini amalga oshirgan. Endi qayta tiklanayotgan Eron urushi haqida to'liq axborot beramiz. E'tiborli bo'ling. Axios agentligining xabar berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari prezident Donald Trampni Eronni o't ochishni to'xtatish tartibini buzganlikda ayblagandan so'ng Hormuz bo'g'ozi hududidagi Eron nishonlariga zarba bergan. Oradan ko'p o'tmay Reuters agentligi Eron harbiylarini Yaqin Sharqdagi Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasini bir nechta joylashuv nuqtalariga zarba bergani haqidagi xabarni e'lon qilgan. Avvalroq Eronning Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi Amerika Qo'shma Shtatlarini so'nggi zarbasiga tez orada qat'iy javob qaytarilishini ma'lum qilgan edi. O'z navbatida Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti J.D. Vance Tehronni ogohlantirib, Washington har qanday zo'ravonlikka yana qattiqroq kuch ishlatish bilan javob qaytarishini bildirgan. 26-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi Hormuz bo'g'ozidagi tijorat kemasiga qilingan hujumga javob sifatida Eron hududiga
zarbalar berilganini tasdiqlagan. Ommaviy axborot vositalari Eronning Sirik shahri atrofida portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Irib teleradio kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, 2 snaryad mahalliy teleminoraga kelib urilgan. PBS News telekanali jurnalisti Nick Shifrinning ta'kidlashicha, Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlarining 6 ta samolyoti 4 ta nishonga hujum qilgan. Uni ma'lumotiga ko'ra, 26-iyun kuni Eronning Sirik shahrida joylashgan radiolokatsiya qurilmalari hamda raketa va dronlar saqlanadigan omborlar zarbaga uchragan. Jurnalist Nick Shifrinning izohiga ko'ra, bu Eron urushini qayta tiklanishi mumkinligidan daraklik bermoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.